Uzbekistan. Ciao amigo de ser bem-vindo, Gustavo de Uzbekistan. Obrigado. Adelante, Bradil. Yortaylar, meni nima deyapsiz? Ozgina shou ham kerak deyapman. Xudo xolasa, Jasur aka, sizga ishonamiz. Men endi sal jo'stkroq gapiraman. Ochig'i o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, tojik xalqlari mana shu qo'shnilar azaldan biz bir-birimiz bilan qo'ni-qo'shni, jigardosh, bir-birimizga qiz uzatib, qavmi qarindosh bo'lib ketganmizda. Lekin oxirgi paytlardagi bo'layotgan shoular, mana hozir mana aytishdi, Hilolaxon ham aytishdi, hattoki shu darajada bordiki, o'sha qimorlarda, shoulardasidan odamlar bir-birlariga pullarni yutqazib, baho ko'zalar bo'ldi va Instagram va boshqa sahifalarda xalqlarimiz bir-biriga ikkita masxarabozi dastidan urishni boshladi, to'g'rimi? Shu narsalardan qutuladigan kun vaqt keldi deb o'ylayman. Sizlarni hammalarni mana shu manguligani qo'llab-quvvatlash, chorlab qolaman. O'zim ham birinchi kundan Jasur aka bilan qancha bir 3-4 oy oldimda gaplashganimizda birinchi bergan savolimni yarmiga yetmasdan Jasur aka aytdilar, Abdurahmon aka, men o'zim azaldan bu narsalarga qarshiman. Birinchi navbatda mana shu qimoriga va ikkinchi navbatda emas, bu ham birinchisi shu aytaylik media haligi bir-birini haqorat qildi, ringga chiqdi, bir-biriga suv sepib bordi, unisi bunisini qildi, bir-birini qo'ldan bayroqni olib qo'ydi. Bayroq muqaddas. Vatanimiz bayrog'i muqaddas, har doim baland tursin va barcha sportchilarning vatanni bayrog'i baland tursin. Alg'a Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, yo'qshi ring bo'ladigan narsa o'sha ringda qoladi. Qolgan hammaligi do'stligimiz abadiy bo'lsin. O'zingizlar bilasizlar, Antarktikaga borib 5 ta bayroqni qo'yib keldim, bekorga emas. Hammasi mana shu bir-birimizni do'stligimiz uchun. Muhtaram yurtboshimiz shuncha xalqlarimizni do'stlashtirib turganda, mana ko'rdinglar, mana hatto Pokiston ham qanaqa kutib oldi. Qozog'iston, Qirg'iziston chegaralarimiz ochildi. Bitta ID karta bilan o'tib kelyapmiz mamlakatimizga, bir-birimizga. Bunga kattakon muhtaram yurtboshimizga, ularning jamoasiga rahmat deymiz, chunki men yaqinda Qirg'izistonda bo'lib keldim, mehmon bo'lib keldim. Oldin qachon bunaqa bo'lgan? Shu narsani buzayotganlarni prosta yo'qotishimiz kerak. Do'stligimiz abadiy bo'lsin.